Diplomatik faoliyatni baholashning bitta o'lchovi bor, u ham bo'lsa natija. Shu bois hozirgi sharoitda elchi degani faqat siyosiy muloqot yurituvchi shaxs emas. Elchi bu investitsiya va texnologiyalar olib keladigan, yangi eksport bozorlarini ochadigan, transport logistika yo'laklarini ishga soladigan, turistlar oqimini ko'paytiradigan, qonuniy mehnat migratsiyasi uchun sharoitlar yaratadigan davlat vakili. Endi elchilarga KPI ular faoliyat ko'rsatayotgan davlatlardan eksport tushumlari, tashkil etilgan turistlar oqimi, qonuniy ish joylariga fuqarolarimizni yuborish bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarimizni yuborish, turistlarni mamlakatimizga jalb qilish, ishlagani borgan odamlarimizning malakasi va madaniyatiga qarab yurtimizga baho beradi. Bu ishlar sifatli tashkil qilinsa, investitsiyalar oqib keladi. Hozir buni qanday qilishni tushuntiraman. Birinchi yo'nalish iqtisodiy diplomatiyani kuchaytirish orqali eksport va investitsiyalar hajmini oshirish. Ikki va ko'p tomonlama tadbirlar doirasida 2025-yilda umumiy qiymati 160 milliard dollarlik investitsiya loyihalari va savdo shartnomalari bo'yicha bitimlar imzolandi. Tarixda birinchi bor tashqi savdo aylanmamiz 80 milliard dollardan oshib, eksport miqdori 33,5 milliard dollarga yetdi. Xorijiy investitsiyalar ham keskin ko'payib 43 milliard dollardan oshdi. E'tiborlisi, o'tgan yili 75 ta davlatga eksport hajmi qariyb 4,5 milliard dollarga ko'paydi. Elchilar harakat qilsa, xorijiy investorlar va yirik kompaniyalar bilan gaplashsa, imkoniyat bundan ham 2 karra ko'p O'zbekistonda.